Assalomu alaykum. Mana bizda jarayonimiz. Endi mana bizda vermikulit deb aytiladi. Bu vermikulit o'zi. Bu ham polistironga qo'shilsa zo'r bo'ladi. Bu yanada zo'r bo'ladi, vermikulit qo'shilsa polistirolda emas. Endi bu bizda polistirol po'kak rabilkada atxod. Bunisi bizda vermikulit polistiroldan 100 barobar issiq keltiradi. Endi bu undan ko'p aqlli. Endi shuni bunga aralashtirib qilsak, yanada zo'r bo'ladi. Bu endi ko'play izolyatsiyamiz двойной bo'ladi. Albatta endi uni forsasi bor. O'zining forsasi bor. Qanchaga qancha qo'shiladi? Semon, vermikulit, drabilka atxod, ximikatlari bor, ximikatlar qo'shiladigan. Hammasi o'zining normatiki bor, forsasi bor. Hozir ximikatni ham ko'rsatib o'taman. Mana 2 xil ximikat chiqadi. Bittasi endi mana qolib ketgan mana. Buni endi internetdan izlab topasizlar nimaligini. Xullas aytib o'tirmayman endi. Mana shunaqa qilib ishlasa, tomimiz bu endi hozir mansarda bo'layotgan ekan, mayli. Uyimiz yanada issiqligi, teplay izolyatsiyasi nimasi zo'r chiqadi-da, dahshat bo'ladi. Yanada mustahkam bo'ladi.